arenasi ancha katta, qiynaldi. Shunga yonidagi bino bo'sh ekan, bo'lganda shu bo'sh ekan. Shuni ushlab olib ishlatmoqchi bo'lyapti. Sizlar nimasiga O'zbekistonning ichida anchagina ko'p ekanda endi. Daromad. Rasxod ko'proq. İnsan tezleştirip şunu noktaya yollayabilirsiniz. O kimga tegishli ekan? Bizim balansımızda. Balansımızda alıngan bino fitness klub. İki tarz juda katta bino. Tarixi 915 milyon. Endi bular hozir 915 millionga sotib olishga imkoniyati o'zlari haqida ijarada turib savdo qilyapti. Santexnika qurilish mollari, xo'jalik mollari savdo qilishmoqlar. Bular yaxshi. Savdo qilib o'zimizda. O'zlari hozir bular ijarada turib ishlayapti. Hozir rahbarni mazasi yo'qmi kelolmadi. 400 dollar atrofida to'laydi. Endi hozir biz ularga taklif berdik, kecha kun bo'yi boshqalardan sotish shartini ham oldik. 10 yilga bo'lib to'lash sharti bilan hozir taklif qilyapmiz. Boshlang'ich badali 10% bo'lyapti. 10% dan 3 ga to'lab bo'lishga ruxsat berdi. Boshlang'ich 45 million to'layapti, keyin yana 22 milliondan yana 45 million to'laydi joyi. Foiz ham 2% beryapmiz. Fakat grafikida endi boshlang'ich qismini sal kamroq qo'yaylik. Оборотындagi pulim qolmasin deyapti. Shunga boshlang'ich 3 yilligini endi nimasini grafikini sal kamroq qilib beramizda 4-yildan beri boshqa ko'proq qo'yamiz. Hozir 50 million boshlang'ich badalni olib kelishga topshirgan. Fakat shartida 2 marta auksionga chiqarib olib sotilmagandan keyin bo'lib to'lash sharti ruxsat bo'lgan. O'sha jarayon ketyapti, auksionga chiqarganmiz, auksionlarga sotilmaydigan bo'lsa bo'lib to'lash sharti ruxsat Birinchi auksion, ikkinchi birinchi auksion. 20 kunlarda tayyor bo'lib qoladi. İkinci marta qo'yish shart emas, sababi nima qilib berasiz? Shuni rasxod ham ko'proq ekanda, bir 50-60 millionning ichida rasxod bor ekan. Ishga tushirish uchun hamda. Ichida endi to'g'ri turib qolgan bino oxirgi 1 yilda umuman ishlamagan. Ishga yaroqsizroq. Ozgina nuragan joylari bor, keyin pol qismida ozgina kafir qilish kerak bo'lgan ekan, shunga 50-60 million atrofida pul kerak bo'lyapti. Keyin shu sal foizini kamaytirish kerak. Shunga yordam bersinlar. O'zi 7% beryapti. Xabaringiz bor, O'zbekistonda qayta moliya stavkasi 14%. Bu degani, agarda banklarda pul yetmay qolsa, omonatlarni, aholi nimasini berishga Markaziy bank o'zi bizning bankimizga eng past 14% dan pul beradi likvidlikni saqlab qolish uchun. Endi undan ham arzon 7%, o'shanda 50% pul beribdi bular ham. Endi undan arzon qila olmaymiz. Mayli, mana sizni nimangizdan kelib chiqib, bir bank bilan kelishing. Daromadingizdan kelib chiqamiz. Baribir sizda ham o'sha sotuv nimasi mavsumiyda, agar qurilish mollari bo'ladigan bo'lsa, qurilish asosan qaysi payozda nimada bo'ladi. Siz o'zingizni grafikingizni tuzib beringda bularga. Bular bar оборотni ko'radi, aylanmaysizmi? Aylanmada qachon pul ko'p tushadi. Shunga moslab sizga grafikni qilib beramiz. Lekin foizini undan past tushishini istalmaymiz. Unda 1% ham tushdi. Uni kengash hal qiladi. Tem bo'lib o'zimizning mulkimiz 10 yil muddatga sizga berilyapti bo'lib to'lashga. Undan ish olmaydi. Shuning uchun minimalni qilib bergan. Yaxshimi u narsani bir ko'taraman, u masalani, lekin unga men va'da bermayman hozir sizga bu masalaga, lekin mavsumiy qilib sizga mos qilib o'sha grafik berishim mumkin bo'ladi. Ikkinchi guruhni oldingiz. Remontiga 312 bo'yicha 50 million beramiz. Remontiga bo'lmasam bitta hujjat qilinglar-da. Remontiga bitta hujjat qilib, o'sha pasvort foizli 312 dan bo'lsa qilib beringda, remontiga ham qilib beradi shunaqa bilan. 6 yillik 2 yil imtiyoz davri bor. Foiziga bu foiz 7 yil bo'ladi o'zi. 2 yil imtiyoz davri bilan bo'ladi 312 yil. Tem bo'lsa tumanlaring past nima 20% dan beriladi sizlarga. Yo'q, grafikadan yordam beramiz. Grafikadan yordam beramiz sizga. Mana siz qancha pul agar shotga kelib tushadigan bo'lsa, shunga moslaymiz. Mavsumiy bo'ladi-da. Mana qishni chillasiga kelib sizga 50 million to'laysan demaymiz-da. Qishni chillasiga 15-20 million qo'yib beramiz. Оборотingizga qarab. Mavsumi yaxshi bo'lgan paytda yozda, misol uchun unda sal ko'tarib qo'yamiz, 100 million, 150 million chiqaramiz. Daromadingizdan kelib chiqqan holda qilamiz. To'lab bo'lishdi. Savol bor. Savol berdim. Men yaqindan bir chorvachilikda va yana mo'qush uchun yuzlab bermoqchi edim-da. Aha. Hujjatlar to'g'rilansa kadastr yo'lda. Xonadon kadastr yo'lda.
mahalladan dalolatnoma qilib nima qilsa qaytaribdi. Biz qilgan. Rozi. Kim hozir qiz? Rozi. Hozirgi bu bo'yicha men ma'lumot beraman. Bu aka bizga hujjat topshirgan. Buni qaysi onaman dedi. 312-qaror bo'yicha 100 millionga haqiqatan uyda faoliyat joyida kadastr yo'q. Navbatga tushgan, navbat bilan kadastr qilinadi. Lekin sharoiti bor. Mahalla ma'lumotni yozib bergan, shu xonadonda yashaydi. Uyni egasi, xonadon egasi yozma ravishda yozib bergan. Haqiqatan mana shu yerda men yashayman. Meni o'g'lim mana shu tadbirkor qilishga men 6 yil ichida qarshi emasman degan rozi xatni yozib bergan. Hozir underwriterlarda turibdi, shu masalasini ko'rib chiqyapmiz. Hozir 312 bo'yicha bu tadbirkorligini amalga oshirish uchun-da, demak 1 yillik oborotga ega bo'lish degan Potensial mijozlar. bu shu potensial. Demak oilavidan oldin olganlar, shunday vaqtda yo'qganlar, shuni hisobidan bo'lyapti. Xo'p, masala yo'q. Unda ulardan hozir kadastr talab qilyaptimi yoki Underwriterlar kadastr talab qilyapti. kadastr qanchada bo'ladi deyilyapti? Navbatga tushgan 2026-yil borasida ular mahallasiga. 2026 yilda. Hozir endi har bir mahalla navbatma-navbat bo'lyapti. Kadastr. Aksiya bo'yicha boshqa joy yo'qmi? Boshqa joy? Da, qilishga o'sha molxonani qurishga boshqa yeri yo'qmi? Qurishga kerak. Boshqa xonadon deyapti. Yo'q. Endi YTT bo'lganimizdan keyin yuridik manzil faqat uy emas, boshqa bir nima ham yer tomata yer bo'lsa kerak, shunga bir kadastr chiqarib, hokimiyatdan gapirib, hokimiyatga ham masala qo'yish mumkin-da, mana to'g'ri bor. Shu joyda molxona qurishga ruxsat berdi degan ma'noda. Bo'lmasa vaqt kutishimiz kerak-da, biz hozir kadastrga mayli tezlashtirish bo'yicha o'zib beramiz uni mana. Chunki Android bilan to'g'ri talab qilyapti, u yerda agar aniq manzili bo'lmaydigan bo'lsa, bu egalik huquqi bo'lmasa, u joyga bo'ladi. U kreditni aholini qilib bera olmaydi, chunki bu kim tadbirkorliklar yo'qsa shu yerga bog'liq bo'ladi. Ertaga 312 ham asosli bo'lib qoladi agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun uni bo'lsa kadastrga bu masalani qo'yamiz, agar nima qilingda kadastrga deb qo'ying. Agar buni biz kadastr bilan hokimiyat bilan yechamiz masalan. Tezlashtiramiz. Yaqinda 100 million kredit chiqarib, chorva kredit chiqardik. Pretsiniya bo'lyapti-da, bu molni borib olib keldik. Boyagi hozir bilan to'g'ri kelmaydi-da, bir nima deydi. Narx pulga bozorda masalan 25 million bo'ladigan molni böyle 30 million, 35 million bahola bo'lyapti. Shu tomondan da qiynalyapti. Plastikka tushirib bersam, masalan, ferma xo'jaligi, ferma chorva bor, yerim bor masalan. Sizdan ham bor hammasi. Ana pullarni ishlatilmaydi, faqat chorvalar bor, ishlatilmaydi. Bunga kreditlar bilan qimmat tushib ketyapti bizga. Agar bizga tanlarni shuni plastikka tushirib bersa, ferma xo'jaligini plastikka tushirib bersa bo'ladi. Endi bu yerda tartib bor aka. Tartib bo'yicha biz fermer xo'jalik bo'lganligingiz uchun sizga mana liniyadan berganmiz. Nimadan berdinglar kreditni? 312 dan bergan bular. 312 da tadbirkorlarga aynan pul o'tkazish yo'li bilan deb ko'rsatilgan. Boshqa kredit nimalarimiz bor, liniyalarimiz bor. U yerda o'sha sizga 100 million so'm plastik kartochka berish sharti bilan berish mumkin, faqat uni foizi yuqori. Naqdda berishimiz mumkin, hozirda 27% dan 29%gacha mikroqarzlar bor. Plastik kartochkaga o'tkazib beriladigan. Endi o'zi tartibi bo'yicha nimaga aynan bunaqa pul ko'chirish yo'li bilan deyilgan? Sababi bitta mol uchun shartnoma qilib borib, uni olib nima qilishiga hujjatbozlikka ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun ularga plastik kartochka ishlab beriladi. Ular borib bozordan bevosita o'zini iste'mol uchun olish mumkin bo'ladi. Fermer xo'jaligi, tadbirkorlik subyektlari bular 5 ta, 6 ta, 10 ta, 20 ta mol bo'ladi. Ular bevosita borib olishi kerak bo'ladi. Nimadan? Boshqa tadbirkor